Ertug'rul G'oziy o'g'li Usmonbeyga Kai qabilasi meros bo'lib qolgan edi. Usmonbey esa ushbu qabila yetakchiligini chegara bekligi darajasidan ko'tarishga va undan bir davlat murtagini barpo etishga muvaffaq bo'ldi. Usmonbey vafot etganida o'g'li O'rxanga qoldirgan merosi anchagina katta edi. Ammo shunga qaramay, ishlar hali dastlabki bosqichda edi. Davlat kurtagi yuzaga kelgan bo'lsa-da, hali tartibli boshqaruv mexanizmi va shakllantirilgan qo'shin yo'q edi. Davlatning na o'z puli, na harbiy dengiz floti bor edi. Hatto bitta ham portga ega emasdi. O'rxanbey otasidan meros qolgan hududlarni tartibli va mukammal tashkil etilgan davlatga aylantirish uchun juda katta g'ayrat ko'rsatishi kerak edi. Usmon G'oziy vafot etganida O'rxanbey 40 yoshlar atrofida edi. Otasining so'nggi yillarida xastaligi sababli davlat boshqaruvini o'z zimmasiga olgan va ko'plab zafarlarga erishgan edi. Bursa qamali davom etayotgan paytda 1321-yilda Mudaniyani egalladi. Sarkaya vodiysidan Qora dengiz sohillariga tomon ilgarilash uchun ushbu yerlarni zabt etishga Konuralpni, Izmit atrofini fath etishga esa Aqchako'jani tayinladi. Har ikki qo'mondon ham zafar quchib, Do'zje va uning atroflarini hamda Sapanjak yo'li tevaragini qisqa fursatda fath etdi. Bu orada Abdurahmon G'oziy ham Yalovani fath etgandi. Usmon G'oziy vafot etganida undan keyin taxtga nomzod 2 o'g'li bor edi. Birinchi to'ng'ich o'g'li Alovuddin, ikkinchisi esa kichik o'g'li O'rxan edi. O'rxan dastlabki ish sifatida akasi Alovuddinga mamlakatni bo'lishib olishni taklif qildi. Ammo Alovuddin bu taklifni qabul qilmadi, chunki Usmon G'oziy hayotlik chog'idayoq qo'shin boshqaruvini O'rxanga topshirgan edi. Alovuddin ham otasining ushbu vasiyatiga hurmat keltirdi. Shundan so'ng O'rxan og'asi Alovuddinga "Modomiki men taklif qilgan davlatni xohlamas ekansan, unda xalqimning cho'poni, ya'ni vazirim bo'l", dedi. Alovuddin bu taklifni ma'qul ko'rdi va davlatning og'ir mas'uliyatini O'rxan G'oziy bilan baham ko'rdi. Alovuddin harb san'atiga qiziqmagani uchun davlatni tashkillashtirish va uning ehtiyojlari bilan shug'ullandi. Inisi O'rxan yangi fathlar bilan davlat chegaralarini to'xtovsiz kengaytirayotgan bir paytda u ham davlatni yangi muassasalar bilan mustahkamlab bordi. Islom davlatlarida mustaqillik ramzlaridan sanalgan xutba O'rxan G'oziy nomi bilan o'qila boshlandi va O'rxan G'oziy nomida yangi tangalar zarb etildi. Davlat tepasiga kelgan O'rxanbeyning ilk xayrli ishlaridan biri Alovuddin Asvat ismli buyuk olimni ziyorat qilish bo'ldi. O'rxanbey unga yurishlarda va tinchlik davrida aholi orasida yuz beradigan hodisalarda hukm chiqarib, haq bilan botilni ajratish, shariat hukmlarini bayon qilish uchun bizga odil bir qozi kerak dedi. Shogirdlaringizdan biri men bilan birga yurishga borishi uchun tayinlasangiz, deb maqsadini arz qildi. Alovuddin Asvat hazratlari O'rxanbeyning bu istagini qabul qilgach, ushbu vazifaga eng ko'zga ko'ringan shogirdi Chandarli Qara Halilni tayinladi. Chandarli Qara Halil ustozining amriga bo'ysunib O'rxan G'oziy bilan birga yo'lga chiqdi. Yurishlarda ham, tinchlikda ham O'rxan G'oziyga maslahatgo'ylik qildi. Usmonli davlatida islomning amr va qaytariqlarini tatbiq etish hamda ahli sunna ulamolari bildirgan tarzda ijro etishga g'ayrat ko'rsatdi. U nafaqat din ishlarida, balki Usmonli davlatining harbiy jihatdan tashkillashuvida ham muhim vazifalarni bajardi. Yaya yoki Musallam nomlari bilan mashhur bo'lgan musulmon turk jangchilaridan piyoda va suvoriy kuchlarini tashkil etdi. Shuningdek, davlat xazinasi va davlatning moliya tizimini barpo etishda ham muhim rol o'ynadi. Turli tartib qoidalarini joriy qildi. Shu tariqa Usmonli davlati qisqa fursatda to'la shakllangan va tartibli davlatga aylandi. 6-aprel 1326-yilda Bursa fath etilgach, O'rxan G'oziy diqqat e'tiborini Bursa kabi 2 muhim mavqe hisoblangan Iznik va Izmitga qaratdi. Iznik o'sha davrda Bursa kabi, hatto undan ham ulkanroq va ahamiyatliroq sanoat shahri, Izmit esa savdo porti edi. Bu 2 shaharni egallagan taqdirda Usmoniylar muhim shaharlarga ega bo'lishar, Rimliklar esa Marmara havzasidagi eng qudratli tayanch nuqtalarini yo'qotishardi. Iznik shahri zabt etilishidan oldin Izmit ko'rfazining janubiy sohillari Karamürsel Bey tomonidan fath etilgan edi. Kandira atroflari Aqchako'ja tomonidan egallangan bo'lsa, Kartal tevaragidagi Adios va uning shimolidagi Samandra
Konuralp va Abdurahmon G'oziy tomonidan fath etilgan edi. Iznikni qurshab olish va qamal qilish Usmon G'oziyning so'nggi kunlarida boshlangan edi. O'rxon G'oziy hukmdor bo'lgach, shahar qamalini kuchaytirdi va qamal halqasini yanada toraytirdi. Turklarning fath etilgan hududlardagi Rum xalqiga xushmuomala bo'lishlari Iznik atrofidagi Rumlarning shahar aholisiga turklar tarafiga o'tishni tavsiya qilishlariga, hatto ba'zi kishilarning turklar yonida jangga qatnashishlariga ham sabab bo'lgan edi. Iznik shahrining atrofi qala devorlari bilan o'ralgan bo'lib, bir muncha tartibli va obodligi jihatidan Sharqiy Rimning Anadoldagi eng ko'zi ko'ringan shahri edi. Buning ustiga pravoslavlarning muqaddas maskanlaridan biri bo'lmish Avliyo Sofiya sobori ham shu yerda joylashgani Sharqiy Rim uchun bu shaharning ahamiyatini yanada oshirar edi. Vaziyatning jiddiy va xatarli ekanini ko'rgan Sharqiy Rim imperatori 3-Andronikos bir fursat taxt uchun kurashlardan bosh tortib, qo'shinini boshiga o'tdi. Iznikning turklar qo'liga o'tishiga yo'l qo'ymaslik va Anadoluda boy berilgan qal'alarni qaytarib olish umidida 1329-yilda qo'shini bilan Anadolu sohiliga o'tdi. Rim imperatorining qo'shini bilan Anadolu tarafga o'tganini eshitgan O'rxon G'oziy Iznik qamalini o'g'li Shahzoda Sulaymonga topshirib, Rim qo'shinini kutib olish uchun Izmit tomon harakatlandi. Bu orada Rum imperatori Darija va Eskihisar oralig'ida qarorgoh qurib, turk qo'shini bilan shu yerda to'qnashishga qaror qildi. Jang maydoni sifatida tanlangan hudud Rum flotini ham jangda qatnashishga imkon berardi. Iyun oyining jazirama quyoshi boshlangan 10-kunida ikki qo'shin yuzma-yuz keldi. Qo'shinga shaxsan o'zi qo'mondonlik qilayotgan Rum imperatori Andronikos ustun tepaliklarga kamonchilar bo'linmalarini joylashtirib, ortini Marmara dengiziga bergan edi. Andronikosning maqsadi ushbu ustun mavqeini qo'ldan boy bermay, shu yerda jang qilish edi. O'rxon G'oziy esa tepalikdan jang maydonini kuzatar, Rim qo'shinini ushbu murakkab hududga tortib, pistirmadagi suvoriylar bilan qurshab olishni rejalashtirayotgan edi. Ushbu reja asosida O'rxon G'oziy 300 kishilik musallam kuchini ilgari surdi. Bu otliqlar Rim qo'shiniga yaqinlashib, kamon otib ularni asosiy qo'shin tomonga tortishga urinishardi. Ammo Andronikos buning bir tuzoq ekanini tushundi va askarlariga o'z joylarida qolishni buyurdi. Ustun tepalikdagi Rum kamonchilari ham javob tariqasida kamon otishardi, lekin harakatdagi Usmonli suvoriylariga yetarli talofot yetkaza olishmasdi. Shu tariqa suvoriylar ortga chekinib, yana qaytib kelib kamon otishni takrorlashdi. Ushbu hujumlar bir necha bor takrorlangach, sabri chidamagan imperator ushbu kichik Aqinchi guruhini yo'q qilish maqsadida suvoriy bo'linmalarining boshida harakatga o'tdi. Aqinchilar Rum suvoriylarini kamon o'qlari bilan bezovta qilib, ortga chekinar ekan, O'rxon G'oziy inisi Pazarli qo'mondonligi ostidagi suvoriy kuchlarini bir qismini hujumga undadi. Usmonli suvoriylari qisqa fursatda Rum suvoriylaridan ustun keldi. Imperator tartibsiz boshlangan jangning oldini olish maqsadida suvoriylar bilan ortga chekina boshladi. Lekin Usmonli suvoriylarining zarbasi u kutgandan ham shiddatli bo'lgan edi. Ushbu muhoraba asnosida imperator oyog'idan kamon o'qi yeb yaralandi. Rum qo'shini qarorgohida esa imperator halok bo'ldi degan xabar tarqaldi. Bu mash'um xabar qo'shinda buyuk sarosimaga sabab bo'ldi. O'rxon G'oziy butun qo'shinini umumiy hujumga tashladi. Shu tariqa vaziyat endi ortga qaytarib bo'lmas tus oldi. Rum imperator qo'shinida yuzaga kelgan ushbu vahimani to'xtata olmadi. Turklarning tepalikdan selday yog'ilib kelayotganini ko'rgan Rum qo'shini qo'rquv va sarosima ichida kemalarga qarab qochayotgan edi. Vaziyat mag'lubiyat bilan tugaganini anglagan imperator bir kemada Istanbulga qochib qutuldi. Ammo qolgan Rum askarlari u kabi omadli emasdilar. Ko'plab Rum askarlari vahimadan o'zlarini dengizga otdilar. Ko'plari esa taslim bo'lishardi. Shu tariqa Rim imperiyasi va Usmonli davlati ilk bor yuzma-yuz kelgan ushbu jang Usmoniylarni uzil-kesil zafari bilan yakunlandi. Sharqiy Rimga qarshi qozonilgan ilk maydon jangidan so'ng O'rxon G'oziy qo'shini bilan yana Iznik qamaliga qaytdi. Yagona umidlari bo'lmish Rim imperatorining qo'shini ham O'rxon G'oziy tomonidan tormor etilgach, Iznik shahri uchun barcha umidlar uzilgan va taslim bo'lishdan o'zga chora qolmagan edi. Shu tariqa Rimning Anadoldagi eng muhim shahri bo'lmish Iznik Usmoniy hukmdorligi ostiga o'tdi. Shahar va qal'ani olgan O'rxon G'oziy xalqdan istagan odamlar o'z buyumlari bilan shaharni tark etishlariga izn berdi. Shuningdek, Usmonli vatandoshligini qabul qilish va jizya to'lash sharti bilan o'z dinlariga amal qilishda ozod ekanliklari
ekanlarini bildirdi. Shundan so'ng Iznik qo'mondoni kema orqali Istanbulga ketgan bo'lsa-da, xalqning ko'pchiligi O'rxon G'ozining ushbu ijobiy munosabati va marhamati sababli Iznikda qolishni afzal ko'rdi. Iznikning eng buyuk cherkovi bo'lmish Avliyo Sofiya jome masjidiga aylantirildi. Sharq kayzerlarining Anadoluga buyuk ahamiyat bergan 3 yirik shahridan ikkitasi Usmonli hukmronligiga o'tgan edi. Shu tariqa Rimning Anadoluda Izmit va Gemlik atrofidan tashqari obod shahri qolmagan edi. Ushbu ikki shahar bilan ham quruqlik aloqasi uzilgan. Ular bilan faqat dengiz yo'li orqali aloqa bog'lay olishardi. Rumlar ayniqsa Izmit mudofaasiga alohida e'tibor berishardi. Izmit port shahari bo'lgani uchun qamal samara bermayotgan edi. O'rxon G'ozi harbiy flotga ega bo'lish zaruratini juda yaxshi anglagan edi. Iznik fathidan 3 yil o'tib, Anadoluda yana bir muhim shahar Gemlik Usmoniylar qo'liga o'tdi. Gemlik egallangach 4 yil o'tib, Armutlu ham turklar qo'liga o'tib ketdi. Shu tariqa Rimning Anadoludagi yagona muhim shahri Izmit qolgan edi. Bo'ronlardan panoh bo'la oladigan ulkan port shahar bo'lish bilan birga, u Konstantinopolining kaliti sifatida ko'rilardi. Istanbulni qamal qila olish uchun albatta dengiz kuchlariga va flotga ehtiyoj bor edi. Ulkan flot qurish uchun esa Izmitni fath etish mutlaqo zarur edi. Ushbu haqiqatni juda yaxshi anglagan Rim imperatorlari ham ushbu shahar boshqaruvini faqat eng ishonchli oila a'zolariga topshirishgan edi. O'sha kezlarda Izmit Ilxoniylar hukmdori Qozonxonga taqdim etilgan malika Marinaning inisi Galayanes boshqaruvida edi. O'rxon G'ozi Izmitni qamal qilgan paytda u askarlari bilan qal'adan chiqib Usmonli askarlariga hujum qilish jur'atini ko'rsatdi. Ammo ushbu hujum uning halok bo'lishi bilan yakun topdi. Usmonli askarlari Galayanesni kesilgan boshini Izmit qal'asi devorlari qarshisiga osib qo'yishgach, Izmit qal'asining muhofizlarining jur'ati sindi. Shu sababli Izmit shahri omonlik evaziga O'rxon G'oziga topshirildi. Shu tariqa Sharqiy Rumning Anadoludagi so'nggi yirik shahari bo'lmish Izmit shahri ham Usmoniylar hukmronligiga o'tdi. Fathdan oldin vafot etgan Usmonli qo'mondoni Aqchako'janing xotirasiga ushbu hududning nomi Ko'jayeli deb o'zgartirildi. Shu tariqa O'rxon G'ozi Anadoluda Sharqiy Rum hukmronligiga to'liq barham berdi va Konstantinopol shahri sari yo'l oldi. Usmonli davlati to'liq tashkil topgan va tartibga tushgan davlatga aylanganidan qisqa fursat o'tib, uning hududlari to'xtovsiz kengaydi va nihoyat Sharqiy Rim Anadoludan chiqib chiqarildi. O'rxon G'ozining qudrati ziyodaligini, haybati va shijoati ortganini ko'rgan ba'zi bekliklar podshohga yo'ldosh bo'lib, unga sadoqat va do'stlikda to'g'ri yo'l tutdilar. Ular orasida Karesi beyligining hokimi Saljuqiy beylaridan Aljan bey yetakchi edi. O'z vaqtida qo'l ostidagi ko'p sonli askarlar, mol va boylik mo'lligi bilan ushbu yerlarda hukmron bo'lgan edi. Usmonli davlati tashkil topganidan so'ng Usmon o'g'illari bilan do'stligi va yaqinligini davom ettirib kelayotgan edi. Hatto Dursun bey ismli kichik o'g'lini Usmonli madrasalarida ta'lim olishi va O'rxon G'ozi tomonidan shaxsan tarbiyalanish uchun O'rxon G'ozining huzuriga yuborgan edi. O'rxon G'ozi ushbu iqtidorli yigitni o'z farzandlaridan ayirmadi. Hatto unga ko'rsatgan iltifoti bilan Dursun beyning atrofida izzat-ikrom qozonishni ta'minladi. Bir muncha vaqt o'tib Karesi bey Aljan bey vafot etdi. Uning vafotidan so'ng yonida bo'lgan to'ng'ich o'g'li otasining o'rnini egalladi. Qo'shin va hukumatni o'z qo'liga oldi. Ammo uning nojo'ya xatti-harakatlar sababli atrofdagi ba'zi e'tiborli kishilar undan dilxash bo'ldilar. Bular mamlakatda so'zi o'tadigan Karesi vaziri Hoji Ilbeyga murojaat qilib, Emirxon beyning o'rniga Karesi taxtida Dursun beyni ko'rishni istayotganliklarini bildirdilar. Hoji Ilbey ham ular kabi Usmon o'g'illari bilan birga g'azot qilishni istaydiganlardan edi. Shu tariqa Karesi ayonlari O'rxon G'oziga xabar yo'llab, vaziyatni bildirdilar. O'rxon G'ozi ahvolni bilgach, Dursun beyni huzuriga chaqirtirib, Karesi ayonlarining gaplarini unga ma'lum qildi. Dursun bey buni eshitib, O'rxon G'oziga tashakkur izhor etganidan so'ng shunday dedi: "Hammaga lutfini dariq tutmaydigan podshohimiz o'z qullarini har doim qiyosasiga olib kelgan. Ushbu ojiz qullarini ham yordamlari bilan yo'qlasalar, o'z yurtiga hukmron qilsalar, ehtimol bu u kishiga og'irlik qilmas." Dursun bey ushbu so'zlar ila O'rxon G'oziga o'z fikrlarini bildirdi. Uning ushbu istagini qabul qilib, askar to'planib yo'lga chiqildi. Ulubat viloyatida qo'shin yo'lida joylashgani uchun bu yerdan o'tildi. Qal'a Rum takfurining qo'lidan tortib olinib, vayron qilindi. Bu yerdan
Kirmastiv viloyatiga kirildi. Bu yerning hokimi Rim kaysarlarining naslidan bo'lgan Kermastoriya ismli bir ayol edi. Ushbu ayol O'rxon G'oziyning kelayotganini eshitgach, daratdan uning peshvozi chiqdi va zimmiylikni qabul qilib Usmonliga bo'ysundi. Bu yerdan Mixalichga o'tildi. Mixalich Kermastoriyaning inisi edi. U ham opasining tutgan yo'lini ma'qul deb topdi va O'rxon G'oziyga bo'ysunganini bildirdi. Shu tariqa hududdagi takfurlarning Usmonliga sadoqat bildirganlaridan so'ng O'rxon G'oziy tinchlik va xotirjamlikda va shiddat bilan Karesiy hukumat markazi bo'lmish Balikesir shahri sari yurish qildi. O'sha paytda Balikesir shahrida bo'lgan Demirxon O'rxon G'oziyga qarshi dosh bera olmasligini anglab, shaharni tark etdi va Bergama qal'asiga chekindi. O'rxon G'oziy Dursunbey bilan poytaxt Balikesirga yetib kelgach, Karesiy vaziri Haji Ilbey va Karesiyning e'tiborli kishilarini huzuriga chaqirdi. Shahar O'rxon G'oziyga topshirildi. Shu tariqa O'rxon G'oziy Bergama sari yurishni boshladi. Bergama qamal qilingan paytda O'rxon G'oziy Dursunbey bilan Haji Ilbey va uning hamrohlarini huzuriga chaqirib, ularga shunday dedi: Shariat talab qiladigan biror sabab yo'q bo'la turib, musulmonlar orasida urush boshlash haromdir. Qolaversa xalqning tinchligi ham buziladi, fitna fasodlar chiqadi. Bu yurtning e'tiborli kishilari Dursunbeyning bek bo'lishini xohlamoqdalar va uning og'asini yoqtirmaydilar. Inilik burching shuki, e'tiborli kishilar bilan qal'a ostiga borib, og'ang bilan yuzma-yuz ko'rishish yo'li bilan sulh va ahillikni ta'minlashga da'vat qilasan. Shu tariqa nizoni kelishuvga almashtirib, inilik rishtalarini mustahkamlagaysan. Ushbu yo'l bilan sulhga zamin hozirlab, yurtni oqilona bo'lishib oling va har biringiz tekkan ulushdan rozi bo'ling. Ushbu fikr u yerga to'planganlar tomonidan ma'qul ko'rildi. Dursunbey O'rxon G'oziyning amriga bo'ysundi va Karesiy ayonlari bilan qal'a ostiga bordi. Og'asini ko'rish uchun izn so'radi, ammo ukalik tuyg'usiga berilib, qal'a ostida hech qanday xavfsizlik chorasini ko'rmay kutib turganida shafqatsiz va badfe'l og'asi qal'adan kamon o'qi otib Dursunbeyni o'ldirdi. Karesiy xalqi o'zlari yaxshi ko'rgan shahzodani bu tarzda o'ldirilganini ko'rgach, motam tutib yig'lagancha O'rxon G'oziyning o'toviga chopdilar. Vaziyatni aytib dod faryod chekdilar. O'rxon G'oziy o'z qo'lida voyaga yetgan va farzandidek ko'rgan ushbu gunohsiz yigitning bu tarzda qatl etilishidan nihoyatda qayg'uga botdi va g'azablandi. O'rxon G'oziy Begamani tezda fath qilishni buyurdi va Karesiy beyligining barcha taraflariga choparlar yo'lladi. Ushbu choparlar Xoqonning ushbu farmonini butun Karesiy eliga tarqatdilar. Karesiy eli bundan buyon to'liqligicha Sulton O'rxon mamlakatiga qo'shilgandir. Yurtda vazifada bo'lganlar o'z eski vazifalarida qoldirildilar. Ammo isyon qilgan Demirxonga ergashganlarning oqibati kamon o'qi va qilichga yem bo'lishdir. Omon qolishni istaganlar qudratli podshohning etagidan tutsinlar. Ushbu farmon qisqa fursatda butun Karesiy xalqiga eshittirildi. Undan so'ng Karesiy chegaralari ichida joylashgan qal'a va istehkom muhofizlari darvozalarini ochib, O'rxon G'oziyning o'toviga chopib kelishdi va uning amriga kirish uchun musobaqalashdilar. Qisqa fursatda butun Karesiy shaharlari birma-bir Usmonliga bog'landi. Bergama qal'asiga berkingan Demirxon esa O'rxon G'oziy qarshisida hech qanday imkoniyati yo'qligini anglagach, taslim bo'lib O'rxon G'oziydan omonlik tiladi. Uzr aytib, O'rxon G'oziyning etagini o'pdi va afv etishni so'radi. Shundan so'ng O'rxon G'oziy Demirxon beyni kechirdi, ammo uni asir tariqasida Bursa shahriga yo'lladi. Demirxon 2 yildan so'ng Bursa shahrida o'lat kasalligidan vafot etdi. Shu tariqa Karesiy beyligi yerlari hech qanday ortiqcha urush yoki to'qnashuvsiz Usmonli hukmdorligi ostiga o'tdi. Yurtning e'tiborli kishilari o'z vazifa joylarida qoldilar. Karesiy xalqi ham o'z ishi va yumushi bilan shug'ullanishda davom etdi. O'rxon G'oziy Karesiy elining boshqaruvini to'ng'iz o'g'li Sulaymon podshoga topshirdi va ishlarni yuritish uchun uning yoniga Hoji Ilbey, G'oziy Fozil, Ejebey va Evranosbey kabi qudratli Karesiy amirlarini biriktirdi. Karesiy bekligi dengizchilikda tajribali va usta bo'lganliklari sababli ushbu beklikning egallanishi bilan Usmon o'g'illari Karesiy dengizchilaridan unumli foydalandilar va qudratli flotga ega bo'ldilar. Sulaymon podsho qo'shini bilan Rumlar qo'lida bo'lgan so'nggi shahar
Kapodag'ni ham fath etgach, Marmaraning Anadolu sohillarida Sharqiy Rimning biror qarachi yeri qolmagan edi. O'rxon G'oziy Anadoluda Rim yerlarini birma-ketin fath etayotgan bir paytda Sharqiy Rim taxt uchun kurashlar bilan lahzaga kelgan edi. Rim bir tarafdan taxt kurashlari bilan tebrangan, bir tarafdan serb va bulgarlarning hujumlarini qaytarishga urinar, boshqa tarafdan esa turk xavfi bilan yuzma-yuz kelayotgan edi. Serb qiroli Stefan Dushan dahshatli raqib sifatida Sharqiy Rumga yaqinlashgan va qisqa fursatda Makedoniyani egallab olgan edi. Shu bilan birga O'rxon G'oziyga xabar yo'llab, birgalikda harakat qilib, Istanbulni birgalikda egallashni ham taklif etgan edi. Sharqiy Rum sharqda va g'arbda qudratli raqiblar siquvida qolgan bir vaqtda Rum imperatori 3-Andronikos 1341-yilda to'satdan vafot etdi. Andronikosning o'rniga qoldirgan o'g'li Ioan hali 5 yoshlik go'dak edi. Saroy noziri va bosh vazir Kantakuzenos bolaga vasiy tayinlanib, taxt nomidan hukmronlik qila boshladi. Ochko'z kishi bo'lmish Kantakuzenos taxt vasiyligidan foydalanib, Ioanni chetga surib, Dimetokada o'z imperatorligini e'lon qildi. Lekin Istanbul va Edirne xalqi Kantakuzenosning imperatorligini tan olmadi va Kantakuzenosga qarshi bulgarlardan yordam so'radi. Kantakuzenos esa Makedoniyani berish evaziga serb qirolligidan bulgarlarga qarshi yordam so'radi. Ammo kelishuvga erisha olmagach, shaxsan O'rxon G'oziydan yordam so'rashga majbur bo'ldi. Shu tariqa Sharqiy Rim uchun 15 yil davom etgan mutlaqo yangi taxt urushlari boshlandi. Rim tarixchilari uzoq yillar davom etgan ushbu urushlarda Kantakuzenosning tez-tez Usmoniylardan yordam so'raganini va Usmonli turklari ham serb hamda bulgar hujumlariga qarshi Rimni himoyasiga olganini yozadilar. Oqibatda qo'shinlar bilan ko'p marotaba Rumelida serb va bulgarlar bilan jang qilgan Sulaymon Pasho Rumelda ko'plab zafarlarga erishgan edi. Serblar o'sha davrda Bolqondagi eng qudratli mamlakat edi. O'rxon G'oziyning Rumelda yuritgan siyosati eng avvalo Sharqiy Rim yerlarini yanada qudratliroq bir davlatga boy berib qo'ymaslik edi. Janubiy va Sharqiy Yevropa sari yoyilayotgan qudratli Serbistondan ko'ra harbiy qudrati cheklangan, ichki ahvoli ma'lum bo'lgan ojiz Sharqiy Rim Usmonlining uzoq muddatli manfaatlariga mos kelar edi. Shuning uchun Usmonli serb va bulgar ittifoqiga qarshi Sharqiy Rim tarafida turgan edi. O'rxon G'oziyning shuhrati Yevropada Vengriya yerlarigacha yetib borgan edi. Ammo keksaygani va xastaligi sababli so'nggi paytlarda harbiy va ma'muriy ishlarini to'ng'ich o'g'li Sulaymon Pashoga topshirgan edi. G'oziy Sulaymon Pasho unga agar izn berilsa, o'zi Rum eri tarafiga o'tib, bu yerlarni ham fath etishi mumkinligini aytdi. Ushbu so'zlardan so'ng shahzoda porloq fathlar amalga oshirish uchun duo olib, o'z boshqaruvida bo'lgan Karesiya eliga qaytdi. Xizmatida bo'lgan Hoji Ilbey, Evronosbey, G'oziy Fozil va Ejebey kabi Karesiya elining yetakchi amirlari bilan Rum elida amalga oshiriladigan fath harakatlari xususida maslahatlashdi. Oqibatda kemer orqali kemalarga mingan 3000 kishilik Usmonli qo'shini Bayaler sohiliga tushdi. Ketma-ket Ayashloniya, Alabanjuk va Eksamil qalalarini fath etdilar. Shundan so'ng Ejebey va G'oziy Fozil qo'mondonligidagi kuchlar Gelibolu shahrini qamal qilgan bo'lsa, Evrenosbey Keshanni, Hoji Ilbey esa Malkarani muhosaraga olgan edilar. Qamallar davom etayotgan bir paytda Zafar oyining 5-kechasiga to'g'ri kelgan 1-mart 1354-yil kechasi Marmaraning janubi-g'arbida dahshatli zilzila yuz berdi. Butun Marmarada va Konstantinopol shahrida sezilgan ushbu juda shiddatli yer silkinishi ayniqsa Gelibolu shahrini yer bilan bitta qildi. Trakiyadagi ko'plab aholi punktlari go'yo xalqi bilan birga tuproqqa ko'milib yo'q bo'ldi. Keshan, Malkara, Tekfurdagi shaharlarini qala devorlari nurab, istehkomlar himoyasiz bo'lib qoldi. Olmon tarixchisi Josef von Hammer ushbu ahvolni shunday tasvirlaydi. Trakiya sohillarini dahshatli zilzila vayron qildi. Uylarning vayronalari ostida halok bo'lmagan aholi turklarning shiddatidan panoh topish uchun shaharni tark etdi. Lekin qor va qahraton sovuq ayollar va bolalarni yo'llarida halok qildi. Erkaklar esa o'z yo'llarida ularni kutib turgan Usmonli askarlari qo'liga tushdilar. Ana shunday tarzda turklar zilzila, qor va sovuqni o'zlariga madadkor topdilar. Shu tariqa Gelibolu, Keshan, Malkara, Ipsala va Tekirdağ kabi mustahkam va baland devorlar bilan o'ralgan qal'alar urushsiz Usmoniylar qo'liga o'tdi. Usmonli askarlari shahardagi Rum xalqining yordamiga shoshildilar va ularning dardiga darmon bo'ldilar. Fath etilgan yerlarda eng birinchi qilingan ish zilzila oqibatida vayron bo'lgan qal'alarni
qayta ta'mirlash bo'ldi. Sulaymon Posho otasi O'rxon G'oziga maktub yozib, Rumelida fath etilgan shaharlar xabarlarini yetkazdi va fath etilgan qal'a hamda shaharlarga joylashtirish va Rumeli yerlarini islomlashtirish uchun ko'plab musulmonlarni yuborishni so'radi. Ushbu fath xabarlaridan nihoyatda quvongan O'rxon G'ozi Allohga shukronalar aytib, ko'z yoshi to'kdi. Karesi viloyatida bo'lgan ko'plab ko'chmanchi oilalarni Gelibolu hududiga yo'lladi. Ushbu oilalar qal'alarga va viloyatlarga joylashtirildilar. Ko'chirish ishlari kundan kunga davom etar. Karesi viloyatidan ko'plab oilalar kelishda davom etardi. Ko'p o'tmay turklarning Rumeliga joylashib olishiga sababchi deb bilingan Kantakuzenosga qarshi Istanbulda g'alayon boshlandi. Hammaning nafratiga uchragan Kantakuzenos taxtdan tushirildi va o'rniga Ioan qayta imperator bo'ldi. Yuz bergan hodisalarga qarshilik ko'rsatishga qudrati yetmagan Kantakuzenos Mizitra shaharchasidagi monastirda yana 30 yil yashadi va o'zining mashhur tarix kitobini yozdi. Yozgan kitobida Kantakuzenos turklar bilan hamkorlik qilgani xususida o'zini shunday oqlagan edi. Yovvoyi deb bilgan turklar bilan oramizdagi farqni bilmaslikka olmaymiz. Biz harbiy tajriba jihatidan ulardan ustun emasmiz. Ular qurol-yaroq, askari soni va jangovar shijoati bilan bizdan o'zib ketdilar. Ular qo'shinda maoshsiz, ko'ngilli ravishda xizmat qiladilar. Anadoluda va Yevropada bizdan tortib olgan ulkan yerlarga ega bo'lishgani kabi, qolgan yerlarimizni ham egallash uchun barcha g'ayratlarini sarflaydilar. Fathlarda shu paytgacha osonlikcha erishgan zafarlar ularga ushbu umidni bermoqda. Shu sababli ular bilan tinchlikni saqlashni tavsiya qilaman. Kelajakda xazina to'plab, qo'shin va flot tuzib, qarshi hujumga o'tmoq lozim. Sulaymon Posho va uning ayonlari Rumelida amalga oshirgan fathlar g'arbda Xayrabolu, sharqda Chorlugacha yetib borgan edi. Usmoniylarning Trakiya hududida muqim joylashib olishlari Sharqiy Rim va papalik o'rtasida jiddiy muzokaralar o'tkazilishiga sabab bo'ldi. Papalik Rim bilan birga turklarni Trakiyadan siqib chiqara olmasligini anglagach, qudratli serb qiroli Stefan Dushanni qo'llab-quvvatlashga qaror qildi. O'sha davrlarda Balqonlardagi eng qudratli kuch bo'lgan serb qirolligi Sharqiy Rimni egallab, buyuk Rum imperatorlarini vorisi bo'lishni maqsad qilgan edi. Dushan Trakiyada joylashgan turklarni yo'q qilish va Istanbulni egallash maqsadida yurishga hozirlik ko'ra boshladi. Tarixining eng qudratli davrini yashayotgan serb qirolligining Istanbulni egallashi va turklarni Rumelidan haydab chiqarishi ehtimoldan xoli emasdek tuyulardi. Lekin yurish hozirliklari ketayotgan bir paytda Stefan Dushan to'satdan vafot etdi. Serb qiroli Dushanning o'limi bilan uning mamlakati qisqa fursatda parchalanib ketdi. Shu tariqa Usmonlilarning Rumelida muqim qolishlari yo'lidagi eng ulkan g'ov bartaraf bo'ldi. Shamol har doim Usmonli foydasiga esar edi. Rumeldagi o'lat epidemiyasi va sovuqlar, bular yetmagandek Rumelida buyuk o'lat epidemiyasi boshlandi. Havo ilgari kuzatilmagan darajada sovib ketdi. Shu sababli ushbu hududlarda yashaydigan rumlar omon qolish uchun shaharlarni birma-bir tark etib ko'cha boshladilar. Rumlardan bo'shagan shaharlar turklar va musulmonlar bilan to'lar edi. Go'yo vaqt va sharoit Rum eli eshiklarini turklarga ochar va musulmonlarni bu yerga chorlar edi. Bu voqealar asnosida Rum elini fath qilgan G'ozi Sulaymon Posho vafot etdi. Sulaymon Poshoning vafoti uning qo'l ostidagi askarlarni nihoyatda g'amga botirdi. Uning o'limi butun Usmonli elida eshitildi va xalq bundan ulkan qayg'uga botdi. Uning fathlari dostonlarga aylanib, tildan tilga ko'chdi. O'rxon G'ozi esa o'g'li Sulaymonning dog'iga dosh bera olmadi. Zotan og'irlashib qolgan xastaligi yanada avj oldi. O'g'li Sulaymonni yo'qotganidan qisqa fursat o'tib, o'zi ham vafot etdi. Vafotidan ilgari ma'muriy ishlari ham, harbiy ishlar ham o'g'li Murodga topshirilgan edi. Shu tariqa Usmonli davlatining 3-hukmdori sanalmish Murodni Rumelidagi shiddatli muhorobalar va buyuk janglar kutayotgan edi. Tarixning shu sahnasidan e'tiboran buyuk Yildirim Boyazidning otasi bo'lmish Sulton 1-Murodning saltanat hikoyasi boshlanadi. Videoning keyingi qismini, ya'ni Sulton Murodning hukmronlik davrini ushbu video 100 mingta ko'rishlar va 5 mingta yoqtirma olganidan so'ng YouTube ga joylaymiz. Shu kabi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Siz bilan Javohir Karimoğlu bo'ldi.